Yaponiyada dunyodagi eng keksa fuqarolar yashashadi. Tug'ilish kamay bormoqda, odamlar esa uzoq yashamoqda. Bu yerda aholi soni ortyapti va bir vaqtning o'zida kamaymoqda. Endilikda hukumat odamlar ko'proq farzand ko'rishini, sanoatda esa ko'proq robotlardan foydalanishni, shuningdek, ishlash uchun ko'proq chet ellik mutaxassislarni jalb qilishni rag'batlantirmoqda. Demografik o'zgarishlar ishchilar yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Ish beruvchilar muntazam ravishda bo'sh vakansiyalarga odam izlashadi. Birgina Tokioning o'zida har bir nomzodga 2 ta vakansiya mavjud. Bu borada hukumat qanday chora ko'rmoqda? Bosh vazir Shinzo Abe ish kunini qisqartirish va bolalar hamda nafaqadagilarni parvarishini yaxshilash siyosatini joriy qildi. Lekin bu jarayonlar juda sekin o'tmoqda. Onalar va keksalar esa o'zgarishlarga ta'sir qila olmaydi. Robot inqilobining ta'siri bugungi kunda avvalgidan 4 karra kuchliroqdir. Robotlarni rezina o'yinchoqlar ishlab chiqarishdan tortib tibbiy kampus qurilishigacha bo'lgan jabhalarda ko'rish mumkin. 1980-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davrda Yaponiyada qulay mehnat sharoitlari chet ellik ishchilar oqimini 2 marta oshirib, million nafarga yetkazdi. Biroq bu ham yetarli emas. Sababi millatning qarishiga fuqarolarning ovqatlanish ratsioni ham ta'sir qiladi. Ratsionga esa deflyatsiya tufayli beqarorlashgan iqtisodiy ahvol ta'sir o'tkazadi. Shunga qaramay o'z fikrini yoshlardan ko'ra ko'proq bildiruvchi keksa kishilarning faolligi siyosatchilarni shunchaki pensiyalarni oshirishdan tashqari boshqa imtiyozlar berishga ham undadi. Ta'jublanarlisi shundaki, yaponiyaliklar aholining qarib borayotganini muammo deb, chet eldan ishchilarni jalb qilishni esa immigratsiya deb hisoblashmaydi. Bunga sabab shuki, yaponiyaliklar o'zlarining betakror madaniy o'zligini saqlab qolishni istashadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotiga ko'ra, demografik vaziyatni yaxshilash uchun Yaponiya har yili chet eldan 647 ming ishchini jalb qilishi kerak. Yet, with other Asian countries also aging rapidly, experts say Japan may struggle to attract the number of foreigners it needs.